Agar shuncha mish-mishlardan keyin ham Ronaldo islomni qabul qilmasdan Yevropaga qaytib ketsa, unda uning muxlislari shuncha payt chiranib gapirishgani qayoqqa ketadi? Agar sizga futbolchining musulmon bo'lishi shu qadar muhim bo'ladigan bo'lsa, unda o'zingizni qiynamasdan shartda musulmon futbolchiga muxlislik qilib qo'ya qoling. Masalan, Dembele, Salah, Rudiger yoki Yamalga. Ular %100 musulmon va bu haqida hech qanday yolg'on to'qib chiqarishning zarurati ham yo'q. Ularning ba'zilariga islomga kelish uchun arab diyoriga borish ham shart bo'lmagan. Masiyatga botgan Yevropaning o'zidayoq hidoyat topishgan. Shundaylarning biri esa fransiyalik Frank Ribery. Frank Ribery 2013-yilda yutmagan kubogi qolmagan va Oltin to'pga asosiy da'vogar bo'lgan. Va topingcha o'sha yili undan kim Oltin to'pni tortib oldi? Cristiano Ronaldo. Yana bir to'qima xabarlarga ko'ra, Ronaldo ma'lum bir guruh toifalarini qo'llab-quvvatlamagani uchun unga oltin to'pni berishmasmish. Bu ham fake xabar, bunga e'tibor bermaymiz. Lekin ularning fikrlashidan kelib chiqadigan bo'lsak, Ronaldo o'sha kimsalarni qo'llagani uchun o'sha yili yaqqol favorit bo'lgan, buni ustiga musulmon bo'lgan Riberydan oltin to'pni olib qo'ygan.